Baş qo'ylar hammasimi? Yo'q, kerakini aytamiz. 10 ta ekan mana. 10 bitta qo'y ekan. 10 bitta ekan. Mana 10 bitta qo'yimiz. Oka, iliq tilaylarsiz. Qo'y qayerdan kelgan aytib yuboring. Qo'y Surxondaryodan kelgan aka. Edilbay. Sarosiya, Edilbay. Ha. Ana. Bundan 8 ta qo'chqarim bor hozir. Nomeringizni ayting, murojaat Nomerni aytib bering. Yaxshi. Sabr et. 94lik. Ha. 267 14 91. Mana shu nomerga murojaat qilsanglar kerak bo'lsa qo'yinglar. Nima aytirim hali? 76 da. Akajon. Mana qo'ylarimiz. Savdosi bor, 4 qilyapti. 10 bitta qo'yga. Yarimiga bola bormi? 75 75 bo'lsa. 75 bo'ldi. Qaraga topinglar. 76 bo'lsa, olmayman deyapti. 75 ga sotmayapsan. O'rtasi bo'l. Ber ber. Xudo berdi. Ha, babar. Uch so'ray. 76 Bo'ldi, bo'ladigan ish qilay, Xudo berdi. Babar aka deydi. Bo'ldi, men tegasiz bor. 76 bo'lsa ekan, shunday bor. 75 bo'lsa ana, bering. Va 5 yarim. Yarim. O'rta. 75 yarim o'z babamiz ketursin. Baba. Bo'ldi. Nechtasi? 75 yarim. 75 yarim. Bo'ldi 76 yarim. Yo'q, ey. Nechtasi? Hammasimi? Keragini oladi. Hammasini ol. Mana hammasini oladi. Hammasini ol, bo'ldi. Ol, nima qilasan? Bega yutuq setaman. Hammasini ol. 75 yarimdan. Nasiya. Mana. Ha, bo'ldi. 75 yarim. Kerak emas, chiqarib. 75 yarimdan Taroziga. Ha, 70 taroz. Hammasini aytaymizmi? Hammasi aytaymiz. Jiyaningizga gaplashing. Jiyaningiz bilan gap. Bilmayman mas. Ha, ovur hammasini. Hammasini olaman to'y. Ovur, men qara ol, olsaychi. Qara, yutuq seni. Ol, keyin hafta. Bular qo'l bo'shashga berib yuboradi. Keyin hafta nima qilasan? Bargani olasan o'sha qo'yni. Berib yubor. Uyingda turadi, ovqat yeb turadi. Obor, Ot sotorasan yana o'zi. To'g'risi. Bo'ldi, hammasini aytaymizmi? Bo'ldi, qayda? Ya, 4 ta qo'yma yiqilib qolmaysan. Kim? Ya keyinga xat qilgan emasman.